Parizod burji vakillari, assalomu alaykum. Sizlarni mening kanalimdan ko'rib turganimdan xursandman. Sizlar bilan Sulviya va sizlar bilan biz 2025-yil 29-dekabrdan 2026-yil 4-yanvargacha bo'lgan tarot bashoratlarini o'sha kelgusi haftaga, bir haftaga bo'ladigan tarot bashoratlarini ko'rib chiqamiz. Bu bashoratlarda kelgusi haftaning asosiy tendensiyasi, voqealar qanaqa kechishi, asosiy energetika, ogohlantirishlar va tavsiyalarni ko'rib chiqamiz. O'zingizga nastroy qiling, o'zingiz haqingizda o'ylang, o'sha biron bir niyatingiz, qanaqadir planlaringiz haqida o'ylang va biz boshlaymiz. Asosiy energetika, ogohlantirish va tavsiyalar kartadan. Asosiy energetika biron bir ishni o'sha yangi bosqichga o'tish uchun qanaqadir bitta eski bir nimadan kechishingiz, o'sha eski qanaqadir holatni yakunlashingiz asosiy rol o'ynaydi sizning hayotingizda. Bu degani yangi hayot, yangi maqom, status, yangi imkoniyatlar va yangi davrni anglatadi. O'zingizga o'sha orqaga tortmasdan jasoratlik bilan o'sha oldinga intilishingiz kerak. O'sha yangilanish haftasi bo'ladi siz uchun keyingi hafta. Har xil sizga xabarlar, yaxshi, yoqimli xabarlar kelishi mumkin. Ijod bilan bog'liq sohada qalbingizga quvonch beradigan bir holatda. Agar kimdir kasal bo'lgan bo'lsa, ehtimol o'sha kasali tuzalib ketadi, energiyangiz tiklanishi mumkin. O'zingizni yengil, kuchli his qilasiz, umumiy holatingiz yangilanadi. Kimdir farzand bilan bog'liq muammo bo'layotgan bo'lsa, o'sha homilador bo'layotgan bo'lsa, balki xushxabar homilador bo'lishi mumkin. Ehtimoli bor shunaqa, yoki bo'lmasa o'sha farzandingiz kasal bo'lgan bo'lsa, o'sha farzandingiz tuzalishi ehtimoli bor. Yoki bo'lmasa kimdir balki dekretga chiqib ketar. Dekretga onalik o'zini burchini to'liq bajarish uchun. Agar siz yangi o'sha biznes boshlamoqchi rejalashtirayotgan bo'lsangiz, o'sha maqomingiz o'zgarishi, yangi ish, orzu qilgan lavozimingiz yoki yo'nalishingizga o'sha yangi imkoniyat paydo bo'ladi o'zgartirishga. Ogohlantirishlarda ba'zi murakkab vaziyatlar ham yuzaga kelishi mumkin. Ammo bu vaqtinchalik sabr va to'g'ri qarorlik bilan o'sha hammasini hal qilsa bo'ladi. Xohlasangiz o'sha o'zingizni qisman o'sha o'zingizni sog'lig'ingizga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Hissiyot holatiga ko'p bog'liq bu sog'lig'ingiz tarafi. Nimaga deganda e'tibor qarating, balki asab tizimlaringiz sal o'sha siz kuchli ta'sirlanib qolishingiz mumkin, o'sha ichki holatingiz zarar ko'rishi mumkin. Shu uchun har qanday bo'ladigan vaziyatlardan ehtiyotkorlik, asabingizni buzmasdan chiqib ketishga harakat qiling. Tushlaringizga e'tibor bering. Tushlar balki qanaqadir muhim tushlar ko'rishingiz mumkin, ishoralar bo'lishi mumkin o'sha tushlaringizda. O'z vaqtida uxlashga harakat qiling. Balki o'sha sizning asab tizimingiz vaqtida uxlamaganingizga ham salbiy ta'sir ko'rsatgani sababchidir. Shuning uchun o'zingizni haqiqatan ham ortiqcha bosimga solmang va asabiy holatni vaqtida to'xtating. Kelajakda o'sha nevrotik holatga tushib qolmaslik uchun o'zingizga o'zingiz g'amxo'rlik qiling. Agar uyqu yomon bo'lsa yoki o'sha kerak bo'lsa, balki qanaqadir sizga tinchlantiruvchi, balki dorilar, vitaminlar, qanaqadir yordamchi choylar, tinchlantiruvchi choylar balki muhim bo'ladi ichish. Qiyinchiliklar sog'lig'ingiz bilan birga bog'liq bo'lib qolmasligi uchun albatta e'tiborli bo'ling. Shu uchun bu holatdan siz anchadan beri davom etayotgan jarayon bo'lishi mumkin, balki kimdir lecheniya olayotgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi, больницада. O'sha holatlarga ham e'tibor bering, balki tuzalayotgan bo'lishingiz mumkin. O'sha tuzalib ketasiz, shu hafta sog'ayish va o'zgarish haftasi. Asab tizimi va o'zgarishlar, o'sha asab tizimiga davolanishlar bilan shug'ullanishingiz mumkin. Xo'p, maslahat o'sha kartalardan sizdan shunday iboratki, o'zgarishlar va yangilanishlar kutmoqda sizni hayotingizda. Agar holatingiz oldin yomon bo'lgan bo'lsa, aytib o'tganimdek, yaxshi tomonga o'zgaradi. Ishingizga ham bog'liq biror savollar bo'layotgan bo'lsa, o'sha o'zgarishlar
kutiladi yaxshi tomonga. Balki ko'chish, balki ishdan boshqa ishga o'tish, ko'chib o'tish, lavozim olish, munosabatlarni yaxshilash oilada yoki uzoq kutilmagan statusga ko'tarilish, ish joyi bilan bog'liq kimdir ishdan bo'shab ketadi, yangi ishga o'tishi mumkin yoki umuman yangi ish topish ehtimoli bor. Agar bu uy joy bilan bog'liq bo'lsa, bu yerda ham o'zgarishlar, yangilanishlar, uy bilan bog'liq masalalar ijobiy tomonga hal bo'lishi mumkin. Balki kimdir uyini remont qilayotgan bo'lishi mumkin. Shunaqa taraflari ham kutilmoqda. Oilaviy muhitda, oilaviy holat bu juda yaxshi davr bo'ladi. Kelasi haftada sizning uyingizga balki mehmonlar kelishi mumkin. Bayram qilish arafasi. Oilangiz bilan yoqimli vaqt o'tkazish ehtimoliniz bor. Siz uchun oilaviy an'analar juda muhim. Oilangizga bag'rida siz o'zingizni o'sha erkin, xotirjam va haqiqiy o'zingizni o'sha o'z holatingizda his qilasiz. O'zingizga o'sha jarayondan davrdan lazzatlanishga ruxsat bering. O'zingizni qattiq tutmang. Bu davr sizga quvonch, iliqlik, oilaviy mehr va baraka, osoyishtalik keltirishi kutilmoqda. Yaqinlaringiz bilan uchrashuvlar, ehtimol uzoq vaqtdan beri, anchadan beri kimdir bilan ko'rishmagan bo'lsangiz, yaqin qarindoshlaringiz bilan o'sha ko'rishish ehtimoli bor. Yoki aksincha, siz o'zingiz qarindoshlaringiz oldiga mehmonchilikka borishingiz mumkin. Bu safar bu uchrashuv sizga ruhiy quvvat, xotirjamlik va iliq hislar beradi. Qayerga bormang, kim bilan bo'lmang, bu siz uchun juda foydali va quvonchli kechadi. Bundan tashqari, o'sha agar o'zingizning farzandlaringiz bilan birga bo'layotgan holatda farzandingiz xafa qilib qo'ygan bo'lsangiz, balki farzandingiz bilan ham munosabatingiz yaxshilashib ketishi mumkin. O'z hayotingizga jiddiy o'zgarishlar bo'lishiga tayyorlaning. Siz katta va muhim qadam tashlaysiz.